Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlarga o'tgan darsimiz mavzusi matnli hisoblarni kvadrat ta'limi orqali chiqarish. Qani undaqda mana bir misollardan boshlaylik darsimizni. Tik to'rtbuloqning qisqartib yozdim. Tik to'rtbuloqning kengligi uzunligidan 2 sm qisqa. Maydoni 35 sm kvadrat bo'lsa, uzunligi bilan kengligini toping deydi. Bu yerda hisobning oldin shartni qura olaylik. Bizde belgisiz bizde uzunluk ve kenglik. Demek yazımız uzunluğu hem kengligi. Endi her şey gelsin x desek öz arayın bulup kaldı, tam bulup kaldı. Biroq şartım deydi, kengligi uzunluğundan 2 cm kısa. Demek biz kengligiga minus 2 desek bo'ldi. 2 cm qisqa keligi bilindi. Yoki uzunluğu plus 2 desek, uzunluğu 2 cm uzunroq bo'ldi. Demek biz 2 cm qisqa desek minus 2 desek bo'ldi. Endi qaranglar, hisobni sharti bo'yicha endi ta'lim tuzimiz. Ne deydi? Maydoni 35 cm kvadrat bo'lsa, maydon tepishimiz uzunluğu bilan kengligini ko'paytamiz. Demek x ni ko'paytamiz, x yig'ilgan 2 ga teng qancha? 35 cm kvadrat. Demek köbeyt başımız x kvadrat yig'ilgan 2x minus 35 teng 0. Bergen ta'limimiz diskriminant topsak bizde diskriminant 144 bo'ldi. X birinchi to'mirimiz bizde 2 yig'ilgan 12 bölüngen 2 teng minus 5. X ikkinchi to'mirimiz qancha bo'ldi? 2 qo'shilgan 12 bölüngen 2 teng 7. Yani belirlenen hesap için biz elbette icabi hesap almış, icabi menen almış. Demek yette diyen sağın mena tamamen işin bolaydı. Demek bu yettini aparıp şartı x oruna koymuş. Şu şekilde bizde uzunluğu x demek uzunluğu bizde yetti oldu. Kengligi x elegan 2 yettini x oruna koysak yettini 2 alsak 5. Kengligi kaça 5. Demek 7'de 5 35 mana hesabımız kelip çıktı. Demek bizim kuluk bu ta'limini kvadrat bu metrlik hesabını kvadrat ta'limi qurish orqali chiqardik. Kelasi bundaq bir hesab qarashtirib ko'raylik. Kelasi bundaq hesab tik to'rtbuloqning perimetri 36, maydoni 80, uzunluq bilan kengligini teping deydi. Qani uni bu hesabni yechish uchun bizda bundaq narsani bilishimiz kerak. Yeshash. Qarang, perimetri bizde 36 ekan. Perimetre değil mi? Bu uzunluk ve kenarını koşup 2 köpeytkende perimetre kip çıkıyor şunda ko. Yani şu 36 kip çıktı diye söz. Bu şeyden biz 2 bölüp alaylık. 2'nin kurtuluş için. Şu şart bizim oldu. A koşulan B teng 18 oldu. Yani A koşulan B diye nemin bilirdi? Uzunluğu ve kenarının koşuntusu 18. Yani uçakta biz ne bezimiz? Uzunluğu astığı kenarı. Qisqartib yazım qabamanglar. Uzunluğunu x deb qo'yay. Kengligi qancha bo'ldi? Kengligi qaranglar. Biz nima tushunishimiz kerak? Uzunluq bilan kenglik qo'shganda 18 kelib chiqish kerak. Demak, bu yerda 18 minus x desam bo'ldi. Nimishga desanglar, x ga 18 ilg'a x ni qo'shsak 18 kelib chiqamdi. Albatta kelib chiqadi. Qani qo'shib ko'raylik. X qo'shilgan 18 minus x. Plus x ile minus x 0'u qisqaradi. Cevabı 18. Mana keldi. Demek aldığın hesapla o'xshashlar. Maydon 80 ke. Demek uzunluğu bizde x, kengligi bizde 18 ilg'an x teng qancha 80. Mo'sh ta'lim ishimiz 18 x ilg'an x kvadrat 81 o'tkazib olaylik. Minus 80 teng 0 bo'ladi. Retlab yazsak minus x kvadrat qo'shilgan 18 x minus 80 teng 0. Minus 1 ga ko'paytib beraylik. Shu chaqda bizda x kvadrat qo'shilgan 18 x qo'shilgan 80 teng 0 degan ta'limimiz chiqdi. Diskriminant topsak 324 ilg'an 320 bo'ldi. Teng 4. Qanday chiqdi bu oldingi darslarimda ko'rsagan bo'ldi. Kvadrat ta'limi ishda biz vaqtni unumlash uchun Boşta qisqartib yazdım. X birinchi tomiri bizde 18 ilg'an 2 bölüngen 2 teng 18 2'den alsak 16. 16'ın 2 bölürsek 8.
x ikkinchi turmay bizde. Yani bizde 18'ge 2'ni qo'shimiz hem 2'ga bölümüz. 18'ge 2'ni qo'shsak 20, 22 bölsek 10. Bizde 2'li cevap çıktı. Eğer 2 ise cevap bo'laydi. Endi biz bilimiz uzunluk kenglik durusmi? Uzunluk kenglik qaraganda bo'ldi, cho'ngroq bo'ldi. Shu sababdan bu ma'nolarni olib qo'ysak, x ning o'rniga 8 ni qo'ysak, o'sha bizning kenglimiz qancha bo'ldi? 10 bo'lib qoldi. Shu sababdan uzunligini 10 deb olamiz. X ning o'rniga 10 ni qo'ysak, o'sha 18 ni 10 olsak, qancha bo'ldi kengligi? Albatta 8 bo'ldi. Shunday mana bergan hisobimiz kelib chiqdi. Kelasi biz buni hisoblaydi. 18 minut kechikkan poyezd ildamligini 10 km/soatga oshirib 60 km ichida kechikkan vaqtni qo'g'lab yetdi. Poyezdning dastlabki ildamligini tepinglar deydi. Demak, poyezd stansiya turib qoldi. Undan keyin o'z vaqtida kelish uchun nima qildi? Ildamligini oshirdi, durustmi? Bunday hisoblar mustaq matnlar 18 minut kechikdi yoki stansiyada palonchi minut turib qoldi yoki yo'lda buzilib pustonchi minut turib qoldi, shu vaqtni qo'g'lab yetish deb aytavr, ma'nosi mushunga kelib keldi. Mushta hisobda qana chiqaramiz. Bu yerda biz formulani yaxshi bilishimiz kerak. Qanaqda yechib ko'raylik, yeshish. Ya'ni poyezdning bu yerda ildamligini biz bilmaymiz, durustmi? Poyezd normal sharoitda, agar normal bo'lmasa, normal deb biz qo'yaylik. X km/soat bilan menish kerak. Endi kechikkan uchun v kechikkan uchun bu ildamligini nima qildi? 10 km/soatga nima qildi? Oshirdi. X qo'shgan 10 bo'ldi. Kechikkan uchun. Endi qaraymiz. 18 minut kechikdi. Demak, t kechikkan uchun 18 minut bizda. Buni soatga aylantiramiz. 1 soat 60 minut bor. 60 ni 18 deymiz. Qisqartib etsak 10 dan 3 bo'ldi. Ana qaranglar. Bu yerda 10 dan 3 soatga nima qildi? Kechikdi. Demak, agar demak t normal bo'lgan bo'lsa, bu o'z vaqtida keladi. Endi qancha minut kechikdi u? T kechikkan uchun qancha minut kechikdi bu? 18 minut yoki kesir bilan 10 dan 3 deymiz, 10 dan 3 soat. Endi normal sharoitda ma'lum bo'lsa, bu yerda formula yozamiz. T ning formulasi S bo'lingan V. T normal, demak S normal bo'lingan V normal. Shunaqa. Ilg'an S bizning yo'limiz o'sib chiqoldi. Endi ildamligimiz nima bo'ldi? V kechikkan uchun ildamlikni jiqaytdi. Shu chog'da bizning bo'ldi 10 dan 3 kelib chiqdi. Kez demak, yo'limiz bizda bir xil 60 kesir minus surtma 60. Teng qancha? 10 dan 3. Endi normal ildamlik bo'lsa x bo'ladi. Endi nima bo'ldi? Kechikkan uchun bu ildamlik oshirdi. X qo'shilgan qancha? 10. Demak, bergan tanlashimiz bu bizda kesir ratsional tanlama. Demak, ko'paytirlik. Maxrajiga 10 x qo'shilgan 10. Shunaqa. Bizga yot to'mirlar x teng emas 0 ga ham x teng emas minus 10 ga. Maxraji biz ko'paytmasak, berim tegdi. 10 trancha x qo'shilgan 10. Bu yoqqa bizda 10x tegdi. Bu yoqqa x qo'shilgan 10 tegdi. Demak, 60 10 ko'paytsak 600 tranchada x qo'shilgan 10. Bu yerda ilg'an 600x teng 3x tranchada x qo'shilgan 10. Ko'paytib başlaq tranchadan aytib etsak 600x minus qo'shilgan 6000 ilg'an 600x teng 3x kvadrat qo'shilgan 30x. Bu yerda o'zaro 0 qisqaradi. Shu yerda 3
x kvadrat qo'shilgan 30x teng qanchaga 6000 3 ga qisqartaylik. X kvadrat qo'shilgan 10 x teng 2000 bo'ldi. Endi bir o'tkazaylik. X kvadrat qo'shilgan 10x minus 2000 teng 0 ga. Diskriminant 8100 bo'ldi. X birinchi tomiri minus 10 50 90 bölüngen 2. Biz selbi san çıkıdı bir yerden. Gerek emas. X ikkinchi teng minus 10 qo'shilgan 90 bölüngen 2 teng bo'ldi. Bizde 40. Demek 40 degan ma'no berilgan terim uchun cevap bo'ladi. Bizde 5'de v normal bizde x'ti v keçikini üçün bizim bo'ldi x qo'shilgan 10 bo'ldi. Şu chaqda v normal demek ildamligi normal sharoitda dastlabki ildamligi qancha bo'ldi? 40 bo'ldi. 40 km/soat. Endi v keçikini üçün qancha bo'ldi? 10 km oshsin bo'ldi. 50 km/soat bo'ldi. Demek bize dastlabki ildamimiz 40 km/soat. Mana hisobimiz kelib chiqdi. Kelesi mundaq bir hisob chiqarib ko'raylik. Teploxod 5 soatda daryo ig'im bilan 48 km berib, keyniga qaytdi. Agar ig'imning ildamligi 4 km/soat bo'lsa, teploxodning xos ildamligini tepinglar. Bunday hisoblar, test hisoblarim ko'p keldi. Endi qaranglar, ig'im kim sudi, ya'ni sudi bo'lganda ig'im boyada uzdi, buni yaxshi bildi. Yoki kim shamol boyada mangdi, buni yaxshi bildi. Ig'im bo'yicha uzish bu o'ng'ay. Yani bizge nima qildi? Iqim bizga ishtirib berdi bizni. Yani iqimning ildamligi bizning ildamligimizga qo'shilib berdi. Iqimga qarshi uzish yoki shamol qarshi mengish albatta bu qiyin. Chunki iqimning ildamligi va shamol ildamligi bizga nima qildi? Qarshilik ko'rsatdi. Yani matematik tilda aytsak, bizning ma'noda xos ildamligimizdan, xos degan o'zimizning shu ildamligimizdan iqimning yoki shamol ildamligi qildi elindi. Shu sababdan bizga uzish test bo'ldi. Etimiyormuş. Şimdi buna hesabını çıkarıp görelim. Bu hesabı çıkarış için v teploxodning xos ildamligi qancha bo'ldi? X bo'ldi. Endi teploxodning iqim bo'yicha uzgan vaqtida teploxod bizga iqim nima bo'ldi? Qo'shilib mangdi. Demak, iqim bo'yicha uzganda x qo'shilgan 4 bo'ldi. Iqim qarshi bo'lgan aksinchi bo'ldi? X elingan 4 bo'ldi. Sızıqça bu minus deb o'ylab qolmanglar. Demek endi barliq yo'lga 5 soat ketdi. Tursunlar? Demek t bargan iqim bo'yicha ham qo'shilgan t iqimiga qarshi teng 5 soat. Durustku? Iqim bo'yicha iqim qarshi ketgan barliq vaqt 5 soat. Endi t'ning formulasi bize bir aytdik. S bölüngen V. Demek bergen formüllerini paydalanıp hesap şart boyunca tamam tuzumuz. Demek S aralığımız bizden 48. Iqim boyunca X qo'shilgan 4 bo'ldi. Qo'shilgan qaytqanda mı şu aralık 48 km bırak ildamımız qancha bo'ldi? X elingan 4 bo'ldi. Tamam. 5. Bergen tamam işimiz. Onun için birinci yat tomarla biz X teng emas minus 4'ke. X teng emas 4'ke. Hem iqimning ildamligi qancha? 4 km/soat. Bizning ildamligimiz katerning xos ildamligi 4 dan jiqaroq bo'lishi kerak. Agar 4 dan oz bo'lsa, iqim bo'yicha shu oraliqqa yetib bordi, iqim qarshi qilmay qoldi, bu ma'may qoldi. Chunki ildamlik iqimning ildamligi jiq bo'lsa, katerning aksincha keyin yib ketadi. Shu sababdan biz shart qo'yamiz. X cho'ng qanchadan? 4 dan bo'lsa. Demek endi bergen kesirden mehraja qutulish uchun qancha ko'paytiramiz? Ko'paytimiz x elingan 4 bilan x qo'shilgan 4 ko'paytimiz. Shu chaqda B48 ga x elingan 4 tegdi. Buning x qo'shilgan 4 tegdi. 5 ga x elingan 4 ham x qo'shilgan 4 tegdi. Demek 48 ni x köpetsek 48 x elingan 48 4 köpetsek 192.
Qo'shilgan 48x qo'shilgan 192 teng 5 x ilg'an 4 x qo'shilgan 4. Endi yig'ishtirsak 96x bu erishkilik 0 qisqaradi teng 5. Bu tranchidagi bizga form berdi. X kvadrat ilg'an 16. Endi 5x kvadrat ilg'an 80 bo'ldi. Minus 96x deb o'tkazib olaylik. Teng 0. Retlab yazsak 5x kvadrat minus 96x minus 80 teng 0. Diskriminant topaylik. 96 kvadrat qancha bo'ldi bizda? Kvadrat qancha bo'ldi ki? Shuni men 9216 ilg'an 5 ko'paytirilgan form bo'yicha 4 bor, durustmi? Ko'paytirilgan minus 80. Bizda hisoblab ko'rsanglar 10816 chiqdi. Demak, bu bizda 104 ning kvadrati. X birini topaylik. 96 ilg'an 104 bo'lingan 5 ko'paysak 10. Teng 96 104 minus 8 chiqdi. 10 bo'lsak minus 0.8. Bu bizda javob bo'lamaydi. X ikkinchi tomoni 96 qo'shilgan 104 bo'lingan 10 qo'shsak 210 bo'lsak 20. Bu 20 javob bo'ladi. 20 bu 4-chi cho'ng son. 20 bu 4-chi cho'ng, yoki ildamliq, eqim ildamliq cho'ng bo'lsa, shu chog'da katerimiz u yoqqa bu yoqqa uzalaydi. Eqim bo'yicha ham eqim qarshi. Demak, katerning xos ildamligi va xos ildamliq katerniki qancha? Teploxodning 20 km/soat. Qiynoqda kelishib qarashtirib ko'raylik. İki brigada belgülük bir vaqtda 300 detal yasash kerak edi dedi. Birinchi brigada har kuni 10 detal o'shiq tayyorlab, topshirmani bir kun burun o'rindi. Har bir brigada necha kunda detal tayyorladi dedi. Ana qarang, bu ish to'g'ri gap bo'layotganda, agar hisob yo'l to'g'ri bo'lsa, demak u yerda vaqt bo'lish kerak, ham oldinlik bo'lish kerak. Mushu 3 elementni biz e'tibor qilishimiz kerak. Endi bu yerda gap ish to'g'risi bo'layotganda, ish boyida vaqt bor, ham nima quvvat bor. Qaysining quvvati jiq, shu vaqtni az sarf qildi, biroq ishni yaxshi o'rganadi. Qaysining quvvati az, uning jiqara vaqt kerak, ham ishni u oldirmay qildi. Demak, bu yerdan quvvatlaringiz olaylik. Birinchi brigadaning quvvati ham ikkinchi brigadaning quvvati. N1, N2 deb qo'yaylik. Birinchi brigadaning nima bu? Birinchi brigada har kuni 10 detal o'shiq tayyorladi. Demak, birinchi brigadaning quvvati bo'ldi? X qo'shilgan 10 bo'ldi, ikkinchisi X bo'ldi. Agar X bo'lsa o'zaro teng bo'ldi, endi bu 10 detal o'shiq yozsa, ham ikkinchisi qaraganda 10 detal o'shiq yozsa, demak X qo'shilgan 10. Mana bu yerda ko'rgan bo'ldi bu N1 yoki birinchi brigadaning quvvati ikkinchisi qaraganda 10 ga jiqaraqga. Endi demak, ikkinchi brigada vaqt jiqaraq kerak. Shundaq-ku. Demak, birinchisi az kerak. T2 elingan T1 teng 1 bo'ldi. Bu nimani bildirdi? İkinci brigada ketgan kun birinchi brigada qaraganda bir kun jiqaraq. Bu bir kun uzg'aroq yasaydi, bu bir kun chapsanroq yasaydi. Shundaq mana nima deydi? 10 detal o'sh tayyorlab, birinchi brigada topshirmani bir kun burun o'rinladi. Demak, bu bir kun burun o'rinlab bo'ldi. Bu bir kun kechikib o'rinlaydi. Demak, buni oldirmay ishlayotgan brigadaga vaqt jiqaraq kerak. Ya'ni bu nima? T2 cho'ng T1 degan tushungilik bo'ldi. Endi T ning formulasi qanday? T ning formulasi fizikdan bilsa A bölüngen nima? N. Ket o'rnini qo'ydik. Biz A o'rinlagan detal, o 300 detal. O'zgarmaydi. 300 minus ikkinchi kesirma 300. Endi T2 bo'lgandan keyin, demak, ikkinchi brigadani quvvati olmayni bo'ldi, X bo'ldi, berim bo'ldi. X qo'shilgan 10 bo'ldi. Teng 1. Bergan tamom ishmi? Bu yerda yot tomir X teng emas 0 ga, X teng emas minus 10 ga. Ko'paytimiz bu yerda har ikki tarafini X qo'shilgan 10 ni ko'paytmasak, bu yoqqa X qo'shilgan 10 tegdi. Bu yoqqa X tegdi, bu yoqqa X ham X qo'shilgan 10 ni ko'paytmasi tegdi. Qani ko'paytaylik. 300 X qo'shilgan 3000 ilg'an 300 X teng X kvadrat qo'shilgan 10 X. 300x 300x 0 qisqaradi. X kvadrat qo'shilgan 10 X teng 3000 ga.
Endi 3000 bir ötküzeylik. X kvadrat qo'shilgan 10x minus 3000 teng 0. Diskriminant tapadan bo'lsak 100 qo'shilgan 12000 bo'ldi. 12100 bo'ldi. Bu 110 ning nimasi kvadrati. X bir teng minus 10 minus 110 minus 110 bu. Bölüngen 2 bu bize kerak emas. Salbisan chiqdi bu bizda, chunki x ikkinchi tomoni minus 10 qo'shilgan 110 bölüngen 2 teng bo'ldi 50 bo'ldi. Bu bizga kerak, ijobiy son. Demak, endi bu bizni x deymizmi, bu quvvatlar, durustmi? Demak, birinchi brigada kuniga x qo'shilgan 10. Shuna qo'y. X o'rniga apirib 50 ni qo'ysak 60 detal yasaydi. İkinci brigada kuniga 50 detal yasaydi. Demak, vaqt tapadan bo'lsak, demak biz nima qo'yganda har bir brigada necha kun detal tayyorlaydi. Demak, t teng a bo'lingan n bo'lgan. Demak, t1 teng 300 ni bölümümüz qanchaga? 60 ga. Bu 5 kun o'rindi. Kelesi t2 teng 300 ni bölümümüz qo'ydi qancha? 50 detalga bu. Bu qancha kun o'rinlaydi? 6 kun. Mana shundan berilgan vaqtlarni ham quvvatlardan qilib tip oldik. Shuna hisobimiz mana kelib chiqdi. Kelesi bunda bir hisob qarashtiraylik. Tik bo'lmoq shumuqning qisqartib yozmayman xabarmanglar. Gipotenuz 10, katetlarning biri ikkinchisidan 2 cm uzun. Tik bo'lmoq shumuqning katetlarini tipi oladi. Ana bu vaqtda tik bo'lmoq shumuqni olaylik. Mana bizda tik bo'lmoq shumuq. A, B bizda gipotenuz, bu bizda tik bo'lmoq C. Ana qaranglar, hisob sharti bo'yicha bu yerda belgisini kirgizaylik. Gipotenuz 10 bu bizda belgilik. Katetlarning biri ikkinchisi qaron 2 cm uzun. Birisi x sak, ikkinchisi 2 cm uzun bo'lsin bo'ldi. X qo'shilgan 2 bo'ldi. Yani tik bo'lmoq shumuq bo'yicha bu qanday chiqaramiz? Tik bo'lmoq shumuqda bizning yaxshi ko'radigan formulamiz bor. U Pifagor teoremasi. Pifagor teoremasi deydi. Katetlarning kvadratlarning qo'shindisi gipotenuzning kvadratiga teng. Demak, x ning kvadrati qo'shilgan x qo'shilgan 2 ning kvadrati teng 10 ning kvadrati. Yeshaylik. X kvadrat qo'shilgan forma bo'yicha aytamiz, x kvadrat qo'shilgan 4x qo'shilgan 4 chiqdi. 3 yozib chiqdi shundaqmi? Teng 100 bo'ldi. Yig'ishtirsak 2x kvadrat qo'shilgan 4x qo'shilgan 4 ilg'an 100 teng 0. Yig'ishtiraylik. 2x kvadrat qo'shilgan 4x ilg'an 96 teng 0. Bergan tengning barlig'ini 2 ga bo'lib azalab x kvadrat qo'shilgan 2x ilg'an 48 teng 0. Diskriminant tapadan bo'lsa, biz 196 bo'ldi. X birinchi tomonimiz minus 2 minus 16 bölü 2. Bu hesapqa bu tengmi? Bu mana kerak bo'lmaydi, chunki biz salbisan chiqadi. X ikkinchi tomonimiz minus 2 qo'shilgan 16 bölüngen 2 teng. Böyle minus 2 qo'shilgan 16. O keçirse 196'dan 14 çıktı. Çatışıp gitmez xabarmanglar. Minus 2 qo'shilgan 14, 12, 12 ish bo'lsak 6. Bu 6 bizga javob bo'ladi. Bu biz salbisan javob bo'lamaydi. Endi qaranglar, 6 ni olib x o'rniga qo'ysak, bir katetimiz 6-chisi, ikkinchisi bo'ldi. 6 ichini qo'ysak 12. Demak, bizning BC katetimiz 6, AC katetimiz x qo'shilgan 2 bo'lganda qancha bo'ldi? 8 bo'ldi. Mana shunday bugungi darsimiz oyoqlashdi. Ko'p hisoblarni ko'rsatib bo'ldi. Bu hisoblar birlar yeri şu kerak formulni, kerak komponentlarni e'tiborga olib, aqlimizga kichkina ishlatsak, barcha hisoblarni chiqarishga bo'ldi. Bo'pti, xo'sh, sog' salomat bo'linglar. Mush dars bo'yicha qanday bir iltimosinglar, taklifinglar, ya bir zamechaniyanglar bo'lsa, kommentariy bo'lsa bo'ldi. Sizlar yozgan kommentariylar uchun men bak qo'shilib bo'laman. Bo'pti, xo'sh, sog' salomat bo'linglar.